Xitay təcavüzçilərinin bu işğaliyyətindən keyin hər xil qarşılıq hərəkətləri, cihadi hərəkətlər heç bir zaman toxtab baxmadı. Bunun içində biz son günümüzgəcə qədər his qılğan, hətta aşı soğuqda bütün şu meydandaki qarindaşlarımızı soğuk su bilen çeşip öldürgen bir vaka var. Şu vakanı bizge esirtiş hem aşı çağdaki oğlanlarımızın cesur kıyafetlerini yeni bir kıtım közümüzün aldığını namayın kıp veriş için Ustazımız Kasımcan Navmallamını olca inkılabı katliamı hakkında bizge eşkağız yapıp veriş teklif kılımız merhamet. Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve men vela amma ba'du. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli aziz qarindoshlar. Bugün hemimiz vatanımız Şarkı Türkistan'da Şarkı Türkistan'ın hürligi, halkının devletinin azatlığı, halkının hürligi üçün özünün kısık canlarını pida kılgan, kanlarını şu yurtның azatlık üçün tökken şehitlerimizin eslep durupdimiz. Bu şehitler Şarkı Türkistan, Şarkı Türkistan dep atalgandan tartıp ta bugünkü kadar toxtamay yıkılıp oturdu. Allah Subhanahu ve Taala şu kallarının kısasını ağılı her birimizge Allah Subhanahu ve Taala muvaffak ve müyesser kılsın. Bunundan bugün esnavatkan kahramanlarımız, şehitlerimiz 35 yıl ilgiri boğan vaka olsa, bunundan 7 yıl keyin, yani 28 yıl ilgiri vatanımız Şarkı Türkistan'ın Gulci diyarıdı mı, zalim Xitay komünistlerine karşı bir hareket, cihadi hareket boğan. Bu cihadi hareketine bir qancha qitim so'zladik, her yili so'zlayapmiz. Ammo yana so'zlaymiz ki çünkü bu bizning qalbimizda mukammal o'rnasin, qalbimizda o'rnash bilan birga amaliyatimizda namoyon bo'lsin. Biz mana shu qahramonlarning ruhini har vaqt o'zimizga ulgu qilib, ana shuni o'zimizga namuna qilib turib, harakatlarimizni jonlanib, ana shu qarindoshlarimizning qisosini olamiz degan maqsadda so'zlayapmiz. Yani 28 yıl ilgiri ana şu qarindoshlarimiz, yani bizning vatanimiz Şarkı Türkistan'ın Gulci diyarida g'aflatda qilayotgan xalqni, bo'libmi yoshlarni uyg'otish uchun uyg'otish va oqartish harakatiga o'tgan. Bu harakat 1993 yıldan tortib boshlangan bo'lib, ta shu kunigacha 4 yil davom etgan. Mana şu oqartish harakatida nurg'ilgan yo'ldan chiqayotgan yoshlarimizni xato ideya, xato ko'z qarash, hatto o'zining milliyligi dinidan yiroqlashib ketgan yoshlarimizni islom diniga va millatiningki asliga qaytarish uchun ko'p nurg'ilgan harakatlarni qilgan, nurg'un faoliyatlar bo'lgan. Bu faoliyatlar dastlabda Xitoy kommunistlarining diqqatini qattiq tortmagan bo'lsa-mu, keyin 95-yilga kelgan vaqtida shu qarindoshlarimizning oqartish va ta'lim tarbiya harakatları Xitoyning zalim Xitoyning diqqatini tortgan va eg'ir bostirish tarafga qarab o'tgan. Mana bu 97-yildagi namoyishdan ilgari 95-yil 8-oyning 14-kuni bir namoyish bo'lgan. Bu namoyish, yani Xitoyning Uyg'ur, yani şu diye davrdagi yoshlarimizga to'salg'i bo'lgan to'sqinliklariga qarshi holatda bizni erkin qo'yib, biz o'zimizning Uyg'urligimizni ve Müslümanlığımızda erkin yaşaylı degenge qarta bir namoyish bo'lib, bu namoyishda qattiq bostirish elib berilmagan ve şu yurtninki cho'ng mo'tabarlarini o'tirg'i selish orqali nihoyatda tinch holatda bostirib to'xtatgan. Ammo buningdan keyin ana shu namoyishga qatnashgan yoshlarni turkumlab uylardan, ish o'rinlaridan tortib tutib qo'yishga boshlagan. Buningga karşı halatta şu yaşlarımız biz sel süratini tizletmesek bulmaydı ekan deb maxsus dini davet sorularını, yig'ilish o'rinlarini, her xil turdagi faoliyatlarni elib berib, nihoyat yoshlarni jangovar holatda tarbiyalanishga cho'ng asoslarni solgan. Xo'sh, endi naq mana shu faoliyatlarning namunasi
97 yılı, yani 5. ay, 2. ayının 4. günü gelgen vaxtıda Kadir gecesi, yani taraf iğir halatda tutuş, meyli ayal olsun, meyli çoğun demesinden tutkallığı için bu qerendaşlarımız biz hazır 4 yılın yağı akarış faaliyetini elip veripdik. Bunu bazı mehbe elip verdik, bazı aşkar elip verdik. Ama biz mana şundaq şuk tiriverdigan bolsak, bilgenli bilip, bilmegenli bilmey, Xitay bizni yo'qitib tugitib ekan. Biz şuna barliq Sharq Turkiston xalqiga zalim Xitoyning zulmini ve haqiqatparvar musulmonning meydanını bir oshkorlamasak bo'lmaydi deb, ana shu 2. ayning 4. günü kechda maslahatlashib, attiginisi her birisi g'usl tahorat elib, ichiga oq kiyimni kiyib, bugun biz Allah yo'lida şehit bo'lib ketamiz. Bugun biz o'lib ketishimiz mumkin. Ama bizning bu davarimiz, bizning bu harakatimiz, bizning bu jihadimiz, bizning avlodlarimizga, bizning yoshlarimizga miras qaldiki, ular zalimning zulmiga qarshi maydonga bizdan keyin chiqdi degan niyat bilan shu 2. ayning 5. günü atdigan soat 8'da bir yerga to'plashib, soat 10dan tortib Xitoyga qarshi luzunkalarni yezib maydonga atlangan. Endi bu vaqtda bo'lgan iğir bastırışlar, soğuk suda to'ng'iltib o'ltirish, akirib tutib ekirgandan keyin qadi muzni ustida yo'l kiyim bilan yotqizib qo'yish va turmining ichida to'q qaltaklar bilan urib shahid qilinish, turmining ichida tirnoqlari yulingan, har xil sabablar bilan shahid qilingan nurg'un shahidlarimiz bor. Aziz qarindoshlar, bu şehitlerimiz bizge ağzı bilen bir narsani miras qoldirib ketmedi. Ama ular öz amaliyati bilan ağzıda degandan bekrak holatda biz sizlarga bir yo'lni qoldirib, miras qilib qoldirib ketdik. Mana mushu mirasni cho'ng tutib, Sharq Turkistonning mustaqillik uchun harakat qilish har biringlarga vasiyatimiz deb shu vasiyatni bizga tashlab qo'yib ketdi. Eğer biz ana şu vasiyetni vasiyet deb bilib şu yolda mangalasak, muhacirat olsun her yerde şu qarindoshlarımızdan qon qisosini elish uchun qo'limizdan nima kelsa shuni sarf qilib mangalagan vaqtimizda biz shularning vasiyatiga, shularning topshirgan omonatiga chiqqan bo'lamiz. Ama her birimiz bu vasiyat, bu tavsiyani unutib kelib, o'zimizning hali, dunyolik, oilasi, kishilik turmushimizda o'tib ketib qolsak, bizga qoldirib qo'ygan ana shu vasiyatga xiyonat qilgan bo'lib qolamiz. Nurg'un so'zlar deyildi. Biz ben sözümü şöyle yaklaştırsam, biz bir qancha qidim so'zlab o'tdik, ama şunu ta'kidlab o'tib ketayki, biz bu şehitlerimizni xotirlashdiki, eslashdiki maqsad mushu so'rinlarda, yig'ilish o'rinlarida so'zlab qo'yish va anglab qo'yish emas. Qalbimizda mustahkam o'rnatib, amaliyatimizni ishga oshirib, ana shu qarindoshlarımızdan qisosini elib, ular bizga tark etib qo'ygan, vasiyat qilib qo'ygan shu omonatni loyiqida ijro qilib, shu qarindoshlarımızdan kutgan umidini yerda qo'ymagan vaqtimizda, ana shu vatanimizni mustaqil qilgan vaqtimizda biz mana shu haqiqiy shu faoliyatlarimizni, shahidlarimizni haqiqiy asligan, mana shu shahidlarimizni haqiqiy qalbimizda, namoyon qalbimizda asligan va amaliyatimizni namoyon qilgan bo'lamiz. Alloh subhanahu va taolo har birimizni shu shahidlarimizning bizga qoldirgan vasiyatiga amal qilg'ili, har vaqt amaliyatida shu shahidlarimizning vasiyatini namoyon qilg'ili nasib bo'lsin. Oxiru davona alhamdulillah.